Azizlar, Faberlikda revmatizmi borlar uchun ham krem borligini bilarmidlaring? Mana bu Sabilni kremi uydiki. Nima qilib beradi? Oyog'i og'riydiganlar bor, bo'g'imdan og'riydiganlar bor, bir sportivniy напряжениyadan keyin biror joyini cho'zib qo'yganda yoki bo'lmasam og'ir narsa ko'tarib qo'yganingizda biror joyingizda rezko ushlab qoladida, qo'yib yubormaydi. Mana shu krem shunaqangi qizlar, erkaklar приятно qizdiradi. Kapsikani aptekadan oladigan bo'lsangiz, bilasizmi, tanangizni yoqib yuboradi, yonasiz. Bunda unaqa narsa bo'lmaydi. Surtilganda aynan problemli joyga, masalan, oyoqlarimiz ham shamollab qoladi. Ayniqsa hovlida turgan kelinchaklar, sovuqda ishlaydigan erkaklar, hamma joy kechalari qaqshab og'riydi. Mana bu kremni surtganda Sabilnikni shundoq o'sha joylar yoqimli, ilimiq bo'ladi-da, odam sразу uxlab qoladi. Bu odamni sразу xotirjam qilib uxlatgandan keyin bemalol ertalab turasiz, sizni hech narsa bezovta qilmaydi. Klientlarimiz o'zi ishlatganlar atrofdagilarga sразу 5 ta 6 tadan oladi, 2 tadan zapas qilib qo'yadi o'ziga ishlatganlar. O'rtoqlar qimmat emas. Mana shunaqa problemasi bor, tanishlaringizga yuborib qo'ying, ular ham maza qilishsin. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Agar Faberlikdan yana qanaqa sizni sog'lig'ingizga yordam beradigan bad vitaminlar borligini bilishni xohlasangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Keyingi safarlarga postepенно bitta-bittadan batlarni sizlarga reklamasini qilib boraman.